Assalamu alaykum musulmon birdovanlar. Sizlar men Bozor Qavar kanalı. Men bugun sizlarga 23 yanvar 2022-yil O'zgan mol bozorining o'zida turamiz. Mol bozor o'zida real do'konlarni ko'rsatib beraman. Anda mesela like bosib, podpisatsiya etib qo'yingizlar. Anda mesela boshladik so'ray. Qancha oldi aka shu buqalar? Aka. Voy, egasilasizlar. Qancha oldi aka? 52 45 53 52 45 53 bo'lib tur. Narxi cho'ng uchoq. Tartmading ha? Tartmadim aka. Qancha oldi aka u? Ey brat. Qancha oldi? Aytmadim, o'qib qoldim. Aka qancha oldi u? Sotulyapti. Qo'y qancha oldi kam? Qo'chqor. Aka qancha oldi? 7800 bo'pti. Bugun O'zganda bozorda torpoq uylar oz tug'anlar. Bozor qimmat. Qancha so'm aka aqchasi shuni? Urg'achkani. Nima yuribdir? Aka uy qancha oldi? Balasi men. Balasi erkak o'xshaydi, ha? Erkak balasi men. Qanchanchi tug'uvchi aka? Qaysi kanal? 4-chi Bozor Qavar aka. 67 balasi men. Oldi aka? Bor akam shu. Men Aka qanchadan bo'ldi? 55 mingdan bo'lib tur bu qalar. 5 o'teng tug'anlar. Bunaqancha qancha oldi aka? Qancha? Qancha qildi bozor? 33 berdi? 33 kam bor deb tur, 27-28 berib shu xunajanga. Torpoq qancha oldi? 20. Urg'acha? Urg'ach torpoq tug'anlar 23 ming bo'lib tur. Aka buqa qancha oldi? 47 ming bo'lib. 47 ming bo'lib tug'anlar shu buqa. Aka shunisi qancha oldi? 47 ga hozirdan. Noda 47 ming. Bozor o'zida real do'konlar tartib olsak ne yerda ba'da bo'ldi, tekib urg'ach torpoq. Qancha berdi aka? 17 dan. 17 dan qancha berdingiz sizlar? 12 dan berdim. 12 dan. Yaxshi bersinlar, belgilay. 15,5 dan lekin bu ataylab pastroq o'tadi ekan. 12 mingdan deb. To'ldi aka buqa. 80 ming bo'lib turganda shu buqa. Qancha oldi aka eshik? Aka. 4,5 ming bo'lib tur eshik. Tug'anlar. Arzonlab qolib tur eshiklar. Ko'payib qolgan o'xshaydi. Torpoq qancha oldi? Sotiladimi? Qancha berishdi aka? 28 ming berib tur, bermay qo'yib tur, sotilib. Urg'ach torpoq. Novka 80 ming bo'lib tur. Buqa bu. Bilvey degan bu basin. Torpoqlar qanchadan oldi? Bazı 23, 16 22 oldu. 25 ming olsun, arg'isi 23 ha? 23 22 urg'ach torpoqlar tug'anlar. Necha qo'rqmangcha artma bekiningcha. Novka 61 ming bo'lib tur tug'anda. Bozor arzonlab qolibmi, qimmat ekan? Qimmat ekan. Qimmat ekan esa. Erkekler de alatırık taşıyorlar. Erkekler alalay urg'achni olibsiz-da o'sha laqchaga. Ha, yaxshi, cho'ng uy bo'ladi deymi? Ek pazar, 3 pazardan beri qimmatlab ketdi. Qancha oldi? Qancha oldi? Qancha? 37 ga ketdi. Baya turasizlar-da. Qanchadan oldi torpoqlar, brat? 34 dan turona buqalar. Erkek buqalar chiqib boshladi tug'anlar. Berjashqa. Aka qancha oldi? 43 ming bo'ldi. Buqa tug'anlar. 43 ming. Bunaqancha qancha bo'ldi? 33 ming bo'lib turibdi tug'anlar. O yana bolachi? Qancha oldi? 11 ming 11 ming. Qo'y 11 ming 300 bo'lib tur, urg'ach. Qanchadan bo'ldi? 15 dan bo'ldi bu? 15 dan bo'ldi. Oldim 15 dan. Urg'ach torpoqlar 15 dan bo'libdi. Hozir qilib.
Jana so'raganlar. Qanchadan bo'ldi brat torpoqda? Qanchadan bo'ldi qushlar? 17 dan bo'ldi. 17 mingdan bo'libdir. Bu yoqqa tartibda. Urg'ash torpoqda qo'monlar. Qancha oldi buqa? 92 ming bo'libdir. Buqa. Sezini ham tartib qo'ygan qo'sh. Yesini ham tartdim aka. 92 mingdan. Oldi aka bu. Qancha berishdi? Satuv o'tirdi o'g'anlar shu. San uylar. Qancha oldi aka bu? Qancha berishdi aka shuga? 55 ming. Bolasi erkakmi? Urg'achi. Qanchani tug'an aka? 10da tug'an ekan tug'anlar. Qaru ekan 55 ming berib sotibdi. Sotulyapti. Qancha oldi aka? 52? 62 bo'libdir bunda. Semiz bag'ilgan uy tug'anlar. Urg'at. Qunajin so'raganlar, qunajinlar keldi. Qanchadan bo'ldi aka? 26. Tegizmi? Yo'q, olur buni. Ha, onu narı çekede 26 oldu. Sizge çaka? 70 ming bo'ldi. Eko 35'ten bop durumda. Onu ol 26 bop durumda ol. Bu anda narı 35'ten. Şimdi buka. Kança oldu buka? 90 bin oldu. Kança oldu aka? 85'ten oldu. 85'ten eko mu? Ha, çoğu. Bağılgan uylar eken doğanlar 85'ten bop durumda. Sizi kança oldu aka? Kança berişdi? 41 binge satmay koyup dur. Balalı oy. Kança oldu ka balalı oy? 70 bin. Kançanı tuğup dur ka? 3'tü tuğup. Kaç turkamda tartıp koyun bolası men? 70 bin boptur tuğanlar şu. Alam al, balam al dep. Bağısını sıraya da. Aldın harbi? Yok. Kança oldu? Kança berdi? 21 verdi. Urgaç eken tuğanlar. 21'ge satpaptı. 19 bo'ldi urg'achi u? Ha, bozor ne yapalım? 19 bo'lib turur urg'achi. Bular qanchadan? Oy bu. Qo'ylar qanchadan bo'ldi aka? Qo'rqoqlarda. Neka 30, neka 33 bo'ldi. Neko ekchekidagi 33 narxlarchi? Ular 18,5. 18,5, 18'den oldu. Bunlar 18 oldu. Bunlar erkekler. Narxı çekedegiler 17 ekan, bunlar 18'dan bo'lib turibdi erkeklar qo'shdi. Şu 18.200 oldu. Çok. 18.200 bo'libdi. 18.200 bo'libdi. Amin. Qancha oldi aka? 31? 30 bo'libdi. Bunajin tug'anlar. Xo'sh. Qancha oldi aka shoq? 14 mingga olib turibdi. Qo'yish kerak degan odamlar buna bola qo'yib bag'ad ekan. Tug'anlar. Arzon deydi, bo'yda ekan. 15 ming oylikqa bag'ad ekan. Qunajinlar. Qanchadan bo'ldi? 25. Narxi ekchakada 25. 25, 20 ekan. Urg'ash qunajinlar, torpoqlar. Mana tug'anlar. Real dubalar sizlarga. Urg'achi bor. Bu qancha oldi? Qancha berishdi? 24 ga sotibdi. Qancha qancha oldi aka? 38 ming ekan. Bo'z emas ekan tug'anlar. 38 bo'libdi. Qancha oldi aka? 28 bo'libdi qunajin tug'anlar. Tug'anlar real dubalar ko'rdingiz ham bozor o'zida torpoq. Urg'ash torpoqlarda tartib qo'yamiz. Patal qo'yamiz. Bu torpoqda müyüsini qolibdi. Alındı dostum. Qancha oldi shu? 26. 26 ming bo'libdi shu müyüsini qani. Qunajin urg'achi. Buqalar. Qanchadan bo'ldi aka? Satılmadı. Qancha berishdi? 34 ga buqani sotibdi. Oppog'ay qancha aka? 24, narxi 21. 24, 21. Erkak aka o'ting. No 21 ekan. Bo'lish uchun jipga baylanishini ayting. Video tartib qo'yaymi? Ha. Jipga baylanishini ayting jipga. Qaysi nomi? Ekon teng. 24, narxi 20.500. 20.500 ekan. Sizga aka? Bulardı. 20 ming jipga baylanish. Jipga baylash 20 ming deydi. Erkak torpoq. Qancha brat puli? 25'te. 25 mi? Baylanishichi? Az mas shu beretgan. 18 ga beradi ekan tug'anda. Ama
22,5'ga aldım yine 5 so'm bo'lib berdim. 23 bo'lib tur tuğanlar. Urga. Aldım ama aldım. 23 mündan. Urgacha. 23 ming bo'lib tur tuğanlar. Naraqdagi adam 22,5 gal 500 so'm paydasi satdi. Qancha ukan? 20. Qancha berishdi ukan bu? Urg'ochi ekan. Ha. 819 beri tat deydi. No, brachkaz. Bozorda mal so'g'anlar, savdo bo'ldi. Shunday. Mal bozor. Qatsa set patal qo'yinglar. Assalomu alaykum.